Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan baqoyatda xursandman. Mana sovuq qish kelib, gullarimizga salqin havo bo'lib, ancha bular gullab yashnab qolishdi. Mana bu ochila boshlagan mening sevimli sortlarimdan hozir sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Va hozir qishda fiyalka parvarishi qanday bo'lishi haqida ham aytib o'tmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, mana barchasi chaman-chaman bo'lib ochilib turibdi. Aptimaralar juda ham tinmay ochiladi, bir qavatli gul bo'lishiga qaramasdan. Mana Aptimara Michigan, Aptimara My Dream. Mana gullari rosa ham ajoyib. Bitta shoxda 3-4 tadan gullari. Yek portret pamid sorti, piyostri aslida buni mana sariqligi mavjud. Sariq piyostri juda ham chiroyli, gullari to'q qizil rangda. Mana bu men sevimli sortlarimdan Tennis April Fantasy sorti. Mana mini sort juda ham yaxshi ko'raman. Alans Fallen Angel. Boshini olib tashlab ekkanimdan keyin ham ancha o'sib ketgan. Mana ham piyostri, ham triller mini sort. Tinmay gullaydigan sortlardan bu ham. Mana bu gulim ham juda ajoyib piyostrilari. Gullarni tanishtirib chiqsam, bularni oxiri ko'rinmaydi aslida. Mana bu barglari ham o'zgacha jozibador. Gullarining rangi oq rangda. Hali faqat pasinkalagan. Mana kosmические фея guli. Mana bu fruktoviy sharbat. Gullarini qarang, ajoyiblarni. Juda ham ajoyib. Mana bu Georgia gullari. Lenin Feya sorti. Mana bu Sasha Xrizantema Mami. Gullari shunaqangi plastmassaga o'xshaydigan. Juda ajoyib. Har biri o'zgacha go'zallik baxsh etadi. Mana Sinikit. Bu yoqda yana bitta triller sortimiz. Murzilka. Endi Murzilka. Thanks Big Bills. Barglari long bargli va mana gullariga e'tibor bersangiz qo'ng'iroqchali ochilib ketmaydi. Fiyalkam barchasi fitilli bo'lib o'sadi. Fitilda mana shunaqa idishchada mana ip o'tkazganman. Mana ildizlari chiqib kelyapti. Boshi olingan bo'lsa ham. Ildizi to'lgandan keyin bular gulga kirib boshlaydi. O'shaning uchun fiyalkalar asosan kichkina idishchalarda o'stiriladi. Mana tuvakchasiga e'tibor bering. Mana bu jigarrang tuvakchadan ham kichkina tuvakcha. Ip suvda turadi doim va mana shu suvi ichi bo'lgandan keyin fiyalka bir-ikki kun suvsiz qolsa ham fiyalka birdaniga chanqab qolmaydi. Sababi buni tuprog'i to'liq namlangan holatda va shu namligini ancha vaqt saqlab turadi. Hozir bularni barchasiga mana och rangda, och pushti rangda Kemira Luxdan berib chiqqanman. Sababi bularning barchasi katta gullar. Mana katta gullar, bularga ozuqa kerak gullashi uchun. Mana bu kichkina gulni qarang, Elif Jasmin. Piyostrilar. Bu yoqda endi mana g'unchala boshlagan. Boshini olib ekkanimdan keyin, yoshartirganimdan keyingi holati piyostrilarimni.
Piyostrilar biroz injiqroq. Oddiy fiyalkalarga nisbatan mana barglari yashil fiyalkalar ancha chidamli. Piyostrilar salgina injiqroq, sababi bularda bargida boshqa rang aralashgan. Misol uchun mana bunda qizil rang, mana bunda oq rang. Mana buni e'tibor bersangiz, bunda sariq rang aralashgan. Shuning evaziga yashil pigment kamligi uchun bularda o'sib ketish jarayoni biroz qiyin bo'ladi. Sababi bizda fotosintezimizda xlorofil donachalari qatnashadi. Bu xlorofil yashil pigmentda bo'ladi va bizda yashil pigmenti oddiy fiyalkalarda nisbatan ko'proq. O'shaning uchun birinchi fiyalka o'rganishda mening tavsiyam o'sha barglari yashil fiyalkalarini o'stirganingiz ma'qul. Sababi bularni barchasi chiroyli. Mana to'liq yashil bo'ladimi yoki mana bunaqa piyostri bo'ladimi? Baribir barchasi chiroyli. Mana buni rangi umuman boshqacha. Mana bu ham barchasining rangi ajoyib. Fiyalkalarni qishda 16 gradusdan tushirmagan holatda o'stirish maqsadga muvofiq. Qachonki 16 gradusdan 18 dan tushib ketadigan bo'lsa, mana shu idishidan olib qo'yish kerak bularni. Chiqazib qo'yish kerak, sababi idishdagi suv muzlab qoladi. Bu muzlagan suv fiyalkani tomirini zararlab qo'yadi. Sovuq suv borgandan keyin buni tanasida chirish kuzatiladi. Lampalarni mana 10-12 soat yoqib qo'yish kerak. Qaysi vaqt o'zingizga qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha vaqtda yoqib nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Hozir mana qishda bir martasiga, bir oyda bir marta sirkon berib qo'ysangiz, bu fiyalkalarning immunitetini oshiradi, qishdan yaxshi chiqishini ta'minlab beradi. Shu sortim ham o'zimga juda ham yoqadi. Gullari osilib, pastlarga tushib turadi. Juda ham chiroyli. Aziz obunachilarim, asosiy aytadigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.